Barchaga assalomu alaykum. Bugun Kvant o'quv markazimizga yangi tarix domlamiz tashrif buyurdilar. Domlamizdan bir nechta savollarimizni so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum domla, o'zingizni tanishtirsangiz. Va alaykum assalom. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. Men Abdumalik Muhammadyor, Andijon davlat universitetida talabasi hamda tarix milliy sertifikati bo'yicha A darajani olganman. Hozirgi kunda tarixdan dars berishni yo'lga qo'ymoqchisiz. Albatta. Sizga endi tarix fani bo'yicha o'quvchilarimiz tomonidan bir nechta savollarimiz bor. Shularni berishni boshlasak. Bemalol. Birinchi savol, tarix fanidan 0 darajadagi o'quvchi necha oyda milliy sertifikatdan ma'lum bir daraja olsa bo'ladi? Avvalo milliy sertifikatga tayyorlanishdan oldin tushunchasi bor yo'liga qaraladi. Agar tushunchasi bo'lmasa, noldan tayyorlanishni boshlasa, eng past C darajani olishlik uchun 2 oy vaqt ketadi. Ya'niki bu avvalambor o'zi o'quvchining mehnat qilishligiga, tartib intizomga bo'ysunishligiga bog'liq. O'quvchilar tarix fanidan o'sha qisqa muddatda yaxshi daraja olish uchun qanday xususiyatlarni o'zida jamlash kerak, qanaqa harakat qilish kerak? Avvalambor berilgan vazifalarni intizom bilan, tartib bilan bajarishligi va hamda o'zida ishtiyoq bo'lishligi lozim. Va mana shu narsalar, tartiblarni, berilgan vazifalarni doim aytilgan vaqtda bajarilishligi o'ziga avvalambor foyda bo'ladi. Chunki keyin bajarilmagan, qolib ketgan darslar yig'indisi uni keyinchalik oldingi kelasi darslarni o'zlashtirishiga muammo keltirib chiqaradi. Yana bitta narsaga aniqlik kiritmoqchimiz. DTMda 10 talik majburiy savolda faqat O'zbekiston tarixidan tushadi. Endi milliy sertifikatdan C daraja olish uchun eng past daraja umumiy jahon tarixini ham o'qish kerak baribir, to'g'rimi? O'qish kerak. Endi DTMga tayyorlanmoqchi bo'lgan o'quvchilarimiz 10 tadan 10 ta test to'g'ri javobini topish uchun qancha muddatda o'qib, tarixdan tahsil olsa bo'ladi? Agarda o'zlashtirishi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, xotirasi va mehnat qilishligi o'zida ishtiyoq bo'ladigan bo'lsa, menimcha 1,5 oyda bemalol olsa bo'ladi 10 ta savolning javobini. Agar sustroq bo'lsa, mehnat qilishligi, xotirasi qiyinroq oladigan bo'lsa, menimcha 2 oy vaqt ketadi menimcha o'rtacha hisobda. Agar asosiy fan sifatida 30 talik tarixga tayyorlanmoqchi bo'lsa va darajasini tarix bo'yicha A yoki A+ daraja olmoqchi bo'lsa, u o'quvchilarga qancha muddat ketadi yoki DTMda qancha o'qish kerak? Shular haqida ham batafsil. Agar o'rtacha o'quvchini oladigan bo'lsak, salohiyatini o'rtacha deb oladigan bo'lsak, 6 oy vaqt ketadi agar A yoki A+ darajaga erish uchun. Bu 6 oy vaqt o'rtacha me'yor hisoblanadi. Agar sal o'zlashtirishi sekinroq bo'lsa, menimcha 8 oy vaqt ketadi. Ya'ni bu talabani doimgidek o'zlashtirishligiga bog'liq. Ya'ni tartib intizomiga bog'liq narsa bu. Endi DTM darajasidagi 30 ta testga tayyorgarlikkachi? O'rtacha hisobda 3 oy ketadi. Agar 0 dan boshlaydigan bo'lsa. Yaxshi o'zlashtirsa minimal. Yaxshi o'zlashtirsa o'rtacha misolda 3 oy, 4 oy vaqt ketadi. 3 oy, 4 oyda to'liq 30 talik testga tayyorlansa bo'ladi. To'liq 30 talik testga tayyorlana oladi 3 oy va 4 oyda. Yaxshi, tushunarli. Bugungi savollarimizga javob oldik. Endi Kvant o'quv markazida qaysi kundan ish boshlamoqchisiz? Qaysi vaqtlarga darslarni qo'yamiz boshlanishiga? Haftasiga necha soat o'qishadi, necha kun o'qishadi? Shular haqida ham bir aytib o'tsangiz. Dushanbadan boshlamoqchimiz 19-yanvar sanasidan obeddan keyin, ya'ni soat 2 shu atroflarida boshlamoqchimiz va bu o'quvchini nima uchun tayyorlanishiga bog'liq. Agarda milliy sertifikat bo'lsa, agar tezroq olishligi imkoniyatini qilmoqchi bo'lsa, misol uchun 2026-yilda bo'ladigan milliy sertifikat imtihoni tarixdan mart oyiga mo'ljallangan. Agar shu oygacha olishni niyat qilgan bo'lsa, menimcha haftada 6 kun bu kursda qatnashish kerak va bu natija berishligi katta ehtimol bilan ortib boradi. Agarda keyingilariga mo'ljallayman deydigan bo'lsa, menimcha haftada 3 kun kelsa ham bo'ladi. Ya'ni yilda 2 marta bo'ladi tarix sertifikati uchun imtihonlar. Shu misoldan o'ziga misol uchun sertifikat olish uchun yoki DTM uchun ana shu vaziyatlarga qarab kurslarni ko'p yo ozligini belgilab olsa bo'ladi. Tushunarli, rahmat kattakon. Demak, dastlabki darslarimiz dushanba kunidan boshlaymiz xudo xolasa. Yaxshi, rahmat domla, kelganingiz uchun ham salomat bo'ling. Rahmat.